Alloh subhanahu va taolo Qur'onda astagfirullah va qarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula deb marhamat qildi. Ayollarga o'z uylaringizda barqaror bo'linglar. Ya'ni besabab uylaringizdan tashqariga chiqmanglar. Magar biron hojat uchun chiqqanlaringizda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan-tusan kabi yasan-tusan qilmanglar. Ushbu oyatdan shuni xulosa olamizki, ayol kishi behojat, zaruratsiz ko'chaga chiqmasligi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Sahih hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Muaviyat ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadi: "Inna Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam harrama sab'ata ashiya va inni uballighukum zalik va anhaakum anhu va zakara minha tabarruj." Imom Ahmad musnadlarida keltirilgan. Muaviyat ibn Abu Sufyan aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni 7 ta narsani qilishlikdan qaytarganlar. Va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan 7 ta narsadan bittasi tabarruj. Tabarrujni aytgan. Tabarruj nima? Endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz, tushunib olaveringlar nimaligini. Tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarini yopmasdan yasan-tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi. Shuning uchun Alloh taolo johiliyat davridagi yasan-tusan kabi yasan-tusan qilmanglar. Johiliyatdagi tabarrujda nima aytilardi ekan? Ana shu oyatni sharhida keladi. Johillar, arablar, Makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini qulog'iga, bo'yniga taqib, boshidan ro'mol solib, ro'molini jag'idan chigmas ekan. Ana shu bo'yinlari, avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda, oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyshar ekan. Johiliyat davrida boshida ro'moli bor, jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslik deb qilinyapti. Endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi. U davrdagi johillikdan ko'ra, ularda tabarrujdan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi: "Va idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallohu amarna biha qul innalloha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'alallohi ma la ta'lamun." Ular qachon biron buzuq ish qilsalar, ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan dedilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Alloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlarmi? Kitobi sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, oyatga, hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota-bobomiz qilgan mana shu ishini to'g'ri emas deb aytishimiz kerak bo'ladi. Bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Johiliyat davrida Ka'batullohni mana mushrik arablar Ibrohim alayhisalomning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafotda turishar edi, Minoda turishar edi. Mushrik bo'lsa ham haj amallarini, ba'zi rukunlarini qilishar edi. Ka'bani tavof qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan edi. Ka'bani tavof qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi. Chunki tashqaridan kelgan arablar o'zlarining kiyimi bilan kelar ekan, sizlar deyshadi Quraysh. Kiygan kiyiminglar bilan gunohlarni qilgansizlar. Bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilishlik mumkin emas. Faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar. Kimi puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib, yangi kiyim bilan tavof qilar edi. Endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayollar. Bu Ka'bani yalang'och tavof qilishlik Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Hijratning 9-yilida haj qilgani ketayotganda Tavba surasidagi oyatlar bilan Ka'bani tavof qilishlik, yalang'och tavof qilishlik, umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi. Shuning uchun ayollar tavof qilganlarida ko'proq tunda tavof qilishar edi. Kiyimni yo'qligidan, yalang'och bo'lganligidan. Bizga mana shu ishni ota-bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz. Ya'ni bu ishlarni ota-bobomiz qilib kelgan. Biz ham ularga ergashamiz. Undan tashqari Alloh bizga shu ishni buyurgan deganda Alloh javob berib aytayaptiki, Muhammad alayhisalom ayting, Alloh bunaqa fahshga hech qachon buyurmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda shunday deydilar.
Innalloh kataba ala ibn Adama hizzahu min az-zina adraka zalika la mahalata. Har bir odamga dedi Rasululloh, Alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan. Shu zinoni qiladi albatta. Zinal ayni an-nazar. Ko'zning zinosi qarashlik, nazar qilishlik. Va zinal lisani mantiq. Tilni zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi val farju yusaddiqu zalika kullahu aw yukazzibahu. Nafs xohlab kusab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan. Ko'z zinosini ham, til zinosini ham. Yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlik bilan. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Borida keltirilgan bu hadis, ayyuma imratin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Diqqat qilamiz. Upa-ellik atir upa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa, ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab, atir sepib, hidini xushbo'y qilib, bir qavmning oldidan o'tib, ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan, bu ayol zinokor dedi. Atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi. Ko'chaga chiqayotganda sepmasdan chiqib ketishligi kerak. Chunki bir nomahram erkakning oldidan o'tar ekan, hidlab, orom oldim hididan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deyapti shu ayolni. Ajib, bizda uyida chachmaydi. Chiroyli kiyimini, zebi ziynatini taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib ketayotganda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj nima edi? Avratlarni ochib, yasan-tusan qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarning hayotida fahshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlardir. Ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sababli. Avratlarni yopiq turishligini Alloh taolo xohladi. Avratlarning ochilishligini shayton xohladi. Alloh taolo Odam alayhisalomni jannatga kiritar ekan, aniq aytdi. Ey odam, bu iblis seni dushmaning. Mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar, faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Daraxt bitta, man qilingan, dushman bitta. Fa'akala minha fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adamu robbahu faghawa. Bas odam bilan Havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigoriga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar." E'tibor bering, Odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi. Alloh taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi. Endi man qilingan narsani yedi, avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarni to'sa boshladi. Birov o'rgatdimi Odam alayhissalomga? Uyat bo'ladi dedimi? Yo'q. Nimaga to'siyapti? Insonni fitratida, tabiatida, qonida, tomirida hayo degan narsa bor hamma insonda. Mana shu hayo ma'siyatni qilaverishligi bilan umuman ko'tarilib ketadi, insoniylikdan chiqib ketadi. Bo'lmasam Odam alayhissalom birov uyat qilgani yo'q. Avratini to's degani yo'q. Demak, insonda tak tomirida, zamirida, fitratida hayo bo'ladi. Endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayot yo'q qilar ekan, insoniylikdan chiqib ketibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar. Imom Ahmad sahihlarda keltirilgan. Salasatun la tasal anhum. Ya'ni Rasululloh aytadilar, 3 kishi haqida so'ramay qo'yinglar. Ya'ni halok bo'lgan ular. Mendan so'ramanglar. Rajulun fariqun al-jamaa wa asa imamahu wa mat asiyan. Jamoatdan ajrab, jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi, imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi,
Mana shunday jamoatdan ajragan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti Rasululloh. Mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zi-o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb bir xilgilar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi. Noto'g'ri. Va amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan, qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan. Bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamda uchinchisi, va imratun g'aba anha zawjuha qad kafaha mu'anata dunya fatabarrajat ba'dahu fala tasalanhum. Bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib, ehtiyojlarini qilib qo'yib, safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa, ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Mendan u haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shtini, yemoq-ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar deydi. Qancha akalarimiz tijorat, bola-chaqa, tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqarmaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat, kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki, ustida kiyimi bor, lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p bettaroq. Yo bu kiyimni nafizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. Yoki torligi uchun. O'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik. Hijob deyotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar. Savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desachi, umuman kulgili narsalarni ham kiyib yurishibdi. Ha desa, mashina hamma kiyyapti-da shundan deydi. Musulmon odamning o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lmagan chizig'i bor. O'g'il bolalarda ham ahvolini ko'ring, ba'zilarini. Nafaqat ayollarning kiyimi tor, erkaklar ham kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa, hayo qilasan orqasida turgan. Kiyimlarni qaranglar, namozxon odam namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsa-la, moda bo'lsa-la olib kiyirish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abghazun nas ilallohi thalatha." 3 ta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3 ta. Birinchisi, mulhidun fil haram. Haramda turib, Masjidil Haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi, mubtag'in fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, johiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanagandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, johiliyat davridagi narsani ko'ngli kusaydigan bo'lsa. O'zi asli iymonda halovatini kim totadi deganda 3 ta shart aytgan payg'ambarimiz. Johiliyatga qaytishlikni, xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab hijolat olib ketadi. U orzu qilish emas. Uchinchisi, bir kishining qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi. Bunga ham Alloh taoloning qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mu'minaning ishimi? Mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishimi? Mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa, qars atadi, bo'ldi, ketdingiz. Ayol qanaqa yuribdi ko'chada? Peshinda o'qidingizmi? Shomda o'qidingizmi? Onangiz duosini oluvdingizmi? Alam qilib qoladi. Akalar, ukalar, biz bu majlisda o'tirganlarda u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz. Chunki Allohning zikrini eshitayotgan odam Allohdan qo'rqadi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirgan sahih hadis: Ayyuma imratin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqat hatakat sitra ma baynaha va baynalloh. Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zining eridan boshqa nomahram erkaklarning oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengilrog'ini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohning rahmi kelsin. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarning qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda shirinlik yo'q bo'lsa, oilada kelishmovchilik ko'p bo'layotgan bo'lsa, qaraylik-da, bari kimdan? Iqtisodni yomonligidan emas. Mana shunday oyatlarni, mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mo'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka, tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi? Har bitta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara deb marhamat qildi. Mo'min erkaklarga. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlang. Ki u do'zax ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turur. Alloh buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarning ishi. Kiyimingizni yuvib qo'ymasa, aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi, nima sababdan ayollar xohlamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zarilmaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz. Islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men muslimanman deb turib hijob o'rmayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatda eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mo'mina va mo'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va Rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mo'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Mononasi mumkin emas deb buyurdimi? Tamom, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti. Bu birinchi bahonasi. Bahonalardan yana bittasi, men o'ray deyman, xohlaymanu onam unamayapti. Erim unamayapti, akam unamayapti, otam unamayapti. Bunday opa-singillarga javob shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz. Ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ular, ya'ni ota-ona,
seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, gunoh qilishlikka zo'rlasalar, ularga itoat etma. Ota-onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-ona boshiga qo'yiladi inson. Yana bir bahonasi. Men hijob o'rasam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi, havo ololmay qolaman, issiq bo'lib ketadi desa, Alloh taoloni va qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harro degan oyatni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hijratning 9-yilida Tabukka sahobalarni g'azotga chaqirganida nihoyat issiq payt bo'ladi. Rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak. Masofa juda uzoq. Issiq payt. Shunda muxoliflar payg'ambarimizning hukmiga javob bermaganlar aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yana ham issiqroq. Dunyodagi optoqda issiqga chidamasa, shunaqa sabr yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikin? Mana shu opa-singillarimiz. Biz ularda kamoli yaxshi ko'rganligimizdan, musulmon mo'mina bo'lganligidan, jahannamdan qutulsin, jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz. Yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men deydi, qilsam bir qilaman deydi. Keyin tashamayman bir xilga odamlarga o'xshab deydi. O'raganimdan keyin tashashlikdan qo'rqaman deydi. Ya'ni o'zini shunday bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, "Obora qalonchilarga o'xshab bir o'rab bir tashamayman. Men o'rasam shart o'rayman, o'shuning uchun hozir o'ramayapman" deydi. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, po'kinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoin nasi g'oyatun la tudra. Hech qachon odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qo'yani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz, odamlarni ham Alloh taolo o'zini maqib qo'yadi. O'rayman deydi bir xilga, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshim kattaysan deydi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali deydi. O'ynab qol deydi. Yurib qol deydi. Eshitamiz kattalardan, ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. O'lgiydi deydi. Va majbur qilma deydi. Hali yosh, o'ynab olsin ozgina deydi. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman degan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shuning uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin. U kishi aytganki, roziyallohu anhu, Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluq yaratmadi. Iblis albatta yomon. Lekin a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa shayton qochadi. Endi yomon ulfatga 100 marta a'udhu basmalani ayting, yoningizda turaveradi. Hech qachon inson tug'ilib qimorvoz bo'lib qolmagan. Bir ulfati bo'lgan, qimorga bir marta borgan, 2 marta borgan, qimorvoz bo'lib ketgan. Hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga. Ulfati bir marta darsga borgan, 2 marta borgan, ilmli bo'lgan. Bir odam aroqxo'r bo'lib ketgan emas tug'iliblar. Kim boshlagan uni? Ulfati boshlagan. Bir odamni masjidga kimdir yetalab kelgan. Keyin o'zib ketadi, hali yetalab kelgandan keyin o'zib ketadi hali odam. Endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik, avratlarini yopishlikni, ha endi bo'ladi endi, gapiraveradi bo'ladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi, deyotgan yomon hamrohlari bor. Shu opa-singillarimiz. O'ragiz keladi, yonidagilari chatadi. Bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi. Yana bir xilgilar aytadi, va oxirgi bahonasi Alloh insof bersa biz ham o'ramiz deydi. Deydida, ana shu insofsizligini yoki mutabarrij holda turganligini taqdirga yo'yadi. Ha inson tijorat yurishligi uchun yuguradimi, sababini qilib? Kasal bo'lib qolsa, mana shu bemorlikni ketkizishlik uchun tabib yugurib yuradimi? Ini Alloh shifo berib, ini tijoratiga baraka beradimi? Inson Alloh taoloning hidoyatiga qarab bir qadam bosish kerak.
Hadis qudusiylarda keladi. Banda bir qadam bossa men tomonga qarab, men 2 qadam bosaman deydi. Men tomon qarab yursa men yuguraman deydi. Birinchi qadamni banda qiladi. Alloh insof bersa bo'ladi, o'tirsa o'tiraveradi bu odam. Hali mushrik bo'lgan kimsalar agar Alloh xohlaganda biz ham, ota-bobolarimiz ham mushrik na mushrik bo'lgan va na biron narsani harom qilib olgan bo'lardik deydilar. Bu shu mushriklarning gapi. Alloh xolasa biz ham o'qirdik, qilardik deydi. Ayollarni mana shunday tabarruj holda yurishligini bahonalarini aytdik. Endi nimaga shunday holatga yetib keldik? Sabablari. Birinchisi johillik, ilmsizlik. Tabarruj holda yurgan qizlar, kelinlar, ayollar shariatidan xabardor bo'lganida, ilmdan xabardor bo'lganda mana shu holat yurishmagan bo'lar edi. Ikkinchisi erkaklarda g'ayurlik sifatini o'zayib ketganligi. G'ayurlik degani qizg'anish degani. Ibn Kasir rahimahulloh Bidoya nihoya kitobida shunday narsani keltiradi. Mana shu yili, ya'ni Hijriy 286-yil deyilyapti. Bo'lgan ajoyib ishlardan deydi. Qozini oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldida erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. Qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida, qozining majlisida guvoh bo'lganlar, endi bu ayol haqiqatan shu kishining xotinimi, xotini emasmi, shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deydi. Ya'ni shar'iy zarurat. Boyaga adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimiki yoki boshqasimikin deganda, haligi g'ayur er yo'q, ochmaylar betini dedi. Ochmaylar dedi. Bo'ldi, men beraman dedi. Shunda erini bunchalik qizg'anganida, bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar, dunyo oxiratda haqqimdan kechdim dedi. Birinchi sabab ilmda yo'qligi, johillikning ko'pligi. Ikkinchi sabab erkaklardagi g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi. Yomon ulfatlar deb aytdik. Yomonlik yetilib turadigan dugonalar, ulfatlar hamda amri ma'ruf, nahiy munkarni ko'tarilib ketganligi. Bir ayol mutabarrij holda ko'chaga chiqsa, xunuk ko'rinishda, u qo'shnisi ham aytsa, bu qo'shnisi ham aytsa, xotini ham, erkagi ham, kattasi ham, kichigi ham bunaqa qilib yurma, to'g'risachi. Hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham qo'y deydi, odamlarning nazaridan qolib ketmay deb tiyiladi. Lekin mana shu narsa katta musibat, ishimiz bo'lmay qo'ygan. Esimizdan chiqmasin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislar bor. Bir munkarni qavm ko'rib, o'zgartirib qo'yishning imkoniyatida bo'lib turib, tek qo'yib qo'ysa, balo yoppasiga keladi ustiga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Mana aytdik, mana shu yuqorida aytib qo'ygan oyati tafsirida Muqotil shunday so'zni keltiradiki, jahiliyat davridagi ayol, ana shu mushrika, Qurayshdagi bo'lgan mushrika ayol taqinchoqlarni taqib, bo'yniga, quloqlariga, boshiga ro'mol tashab olardi-da, jag'idan chigmas edi. Mana shu narsa tabarruj deyiladi. Chunki bo'yni ochiq, zeb-ziynatlari taqilgan. Endi umuman ro'molga yaqinlashmayotgan odamlarning holatini tabarruj ham deb bo'lmaydi. U kasiyatun oriyat, kiyimli yalang'och ayollar ular. Darsimiz oxirida Sulaymon alayhisolamning qissasiga murojaat qilamiz. Mana Sulaymon alayhisolamga Alloh taolo hech kimga bermagan mulkni bergan. Saba qabilasi, Saba qavmining malikasi Bilqis Sulaymon alayhisolamning oldiga musulmon bo'lish uchun keladi, islomga kiradi. Islomga kirishligidan oldin Sulaymon alayhisolamning qurilgan qasrga kirishlik taklif qilinadi. Poli shishadan bo'lganligi uchun shishaning ostidagi suv ko'rinib turganda bu suv ekan deb Bilqis fakashafat an saqayha oyat o'qiymiz. Qila laha udkhili as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga aytildi. Saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Etagi uzun ekan, etagi ho'l bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi. Agar Bilqisning ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'lardi.
Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga. Chunki esimizdan chiqmasin erkaklar, qiyomatda o'zimizga qanday javob bersak, ayollarimizga ham shunday javob beramiz. Qaraylik. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.